Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Milliy Forum kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Prezidentimiz Qonunchilik palatasi deputatlarga to'y marosimlari, ta'ziya marosimlari bo'yicha qonun ishlab chiqishni so'radi. Men odamlar soni 150 tagacha to'ydi, ma'rakani umuman kamaytirish maqsadi to'y. Bo'lmasa jarima qilish. Mayli men shaharda 30 ming 40 minglik to'ylar haqida to'g'risini aytsam, u haqida ma'lumotga ega emasman va unga aralashmoqchi emasman qonunga kiritilishga. Lekin qishloq sharoitda to'ylarni qonunga cheklashga men qarshiman. Sababi qishloqda bir joyda 60-70 ta bir qarindosh urug'li odamlar yashaydi. O'shani 2-3 tadan bolasi bo'lgan bilan bir oilada 4 ta 5 tadan yashagan bilan o'sha 60 ta aholining kelmaganda 200 tasi to'yga keladi. Undan tashqari uzoqdan kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Men shunday narsalar qarindosh, tanish bilish, undan tashqari begona hamsiyalar. Qishloqda 400 tadan odam to'y kelmasa bu to'y bo'lmaydi. Ma'raka ham xuddi shunday. Uni ma'rakaga paloncha sen kelma deb bo'lmaydi ma'rakaga. Kechirasizlar, sizlar inson huquq va erkinliklarini cheklayapsizlar. Haqlaring yo'q sizlarga. Paloncha sen ma'rakaga kelma, paloncha kel deymiz biz. Telefon har bir kishiga aytamizmi? Kel ma'rakaga, yo sen kelma, ko'p kishi bo'lib ketmay jarima to'layman deymizmi? Sal mantiqqa to'g'ri keladigan gapni bir o'ylab ko'rish kerak. Ma'rakaga umuman cheklashni umuman imkoniyati yo'q. Ma'raka xohlagancha odam keladi. Bu umuman dinga ham to'g'ri kelmaydi, vijdonga ham to'g'ri kelmaydi. O'sha qonun bilan cheklashni o'zi bir gunoh qo'pol qilib aytganda. Iloji yo'q uni qaysi bir kim kelishini qayerdan bilasizlar? Eshitgan odam keladi-da. Paloncha ketib qo'yibdi desa, yo palonchani 7si yo 40 desa, qo'pol qilib aytganda keladi. Iloji yo'q, u odamni to'xtatib bo'ladimi? Bo'ldi 150 ta keldi, yo'ldagilarni iziga qaytarib jo'natadi bir kishi turib. Shunaqa gaplar. Yana keyin to'ylarda sizlar cheklayman deyapsizlar. Qishloq sharoitda shahardagilar ham ordi niyati bor. Ko'pkar va kurash degan narsa bor. Kurash ko'pkarga masalan 200 ta odam chaqirmoqchi bo'lsak, kurash bo'lsa, o'sha kurash deb masalan Telegramdan, YouTubedan shuni eshitsa, kanallar bor, Telegram kanallar. O'shanda eshitsa odamlar o'sha yerga boradi. Xohlaysanmi, oshini yeydi o'shani borib. Sen ularga jarima solasizlarmi? Bunday aytganda katta to'y qilayotganlarga 150 ta 200 ta odamga qonun chiqarib pul ishlamoqchimi? Bu davlatning maqsadi shumi? Men bu qonunlarga mutlaqo qarshiman. Qishloq sharoitining to'yiga, ma'rakasiga aralashmanglar. Sizlar milliylikni yo'q qilyapsizlar. Oldin o'zlaring milliylikka qarab intilamiz deysizlar, yana milliylikni yo'q qilyapsizlar. Bunaqa narsa umuman mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, biz o'sha to'yga boramizda, masalan 200 ta odam kelsa, paloncha boshqa viloyatdagilar kelmay yo boshqa anavlar kelmay 200 tadan oshib ketyapti deb, o'sha yerda ko'ramizki biz, ma'rakada ko'ramiz, to'yda ko'ramiz qarindosh urug'ni. Qayerda ko'ramiz? Har bittasiniga borish uchun bilasizlarmi qancha vaqt ketadi? 1 oylab, 2 oylab yurishimiz kerak har bitta ro'zg'ornikiga. O'sha yerda biriksa ko'ramiz bir-birimizni. Kim tirik, kim bor, kim og'ir kasal bilamiz. Va telefon ham bor, lekin ko'z mehr ko'zda deydi. Sizlar bu qonunni o'ylab chiqishdan oldin Prezident va Qonunchilik palatasi va deputatlar milliylikka ta'sir qiladi. Men shaxsiy fikrim shahardagi mayli tartibsizlikka so'ylar, lekin qishloqning to'y ma'rakasiga to'g'ri aralashmanglar. Birinchi milliylikka, kurashimizga, ko'pkarimizga, keyin odamlarni bir-biriga bo'lgan mehrni ayiryapsizlar. Men sizlar bu ishlaringga qarshiman. Bunday aytganda davlatni o'sha to'ydan, ma'rakadan pul ishlash uslubiga o'tib qolyapti. Masalan, o'yna kelgan odamni ket deya olmaysizlar-ku. Mana to'yinga odam keldi. Ketsin, kelma deya olmaymiz-ku. Kep bo'ldi, iloji yo'q uni. Xo'sh, o'shaning uchun biz jarima to'lashimiz kerak. Undan ko'ra qonun chiqaringlar. Har bitta to'y qilayotgan odam shunchadan davlatga soliq to'laydi. Ana shunda to'g'ri keladi.
Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mil Foral kanalini ko'ryapsizlar. Bizda faqat haqiqatlar, hayotga to'g'ri kelmayotgan narsalarga qarshi chiqadigan haqiqatlar gapiriladi. Ozod bo'lishni unutmangizlar.